Bu territoriyadan juda ham kamdan kam hovli kvartiralar sotuvga chiqadi. Bugun bizlar bulvarga kelganmizlar. Mana shu yerda bizlarda hozir kvartira sotuvga chiqyapti. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Qani ketdik. Kvartiramizning ichiga ham kirib oldik. 4 xonali, полноценный, сквозная планировка, hamma xonasida oynasi bor. Domimiz Apkomskiy domida joylashgan. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, shitlar shira qo'yilgan, dvokonturna kotsova bor. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Shunday eshikdan kirishimizda to'g'rida bizlarda mana shunaqa oshxona kutib oladi. Oshxonada ham kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan, bitta gilam bilan pardasi yetmaydi. Derazalar polностью almashtirilgan, tayyor kirib yashash uchun. Kadastr hujjatlari hammasi tayyor do'stlar. Bu esa birinchi sanuzul bo'lyapti bizlarda. Mana shunaqa devorlar polностью aboy qilingan, taxta eshiklar qo'yilgan va mana bu yerda bizlarda mehmonxona. Mehmonxonamiz anchagina keng, televizor qo'yilgan, konditsionerlari bor va eng qiziq joyi mana bu yerda bizlarda do'stlar balkon. Mehmonxonadan sразу balkonga chiqasiz, balkon ham kattagina bo'lyapti. Splashnoy oyna qilingan va u tomonda bizlarda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasida koridordan kiramiz do'stlar. Kvartiramizda mana shu istida sotiladi. Ko'rayotgan narsalaringiz hammasi qoladi. Mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi, radiatorlar qilingan, kravat qo'yilgan, gilamlar o'rab qo'yilgan do'stlar. Va mana bu yerda yana bitta xona. Xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qiling, xohlasangiz kattalar yotoqxonasi. Va mana bu yerda yana bitta xona. Bu yer уже kattalar yotoqxonasi, mebel jihozlar o'rnatilgan. Bu yerda esa yana bitta sanuzul, bu yer уже vanna, stиральный mashinka, rakinalar o'rnatilgan. Do'stlar, sразу narxini aytaman, narxini 170 ming deyaptilar. Yana savdosi bor, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Narxiga arziydi lokatsiya kvartira uchun. Kvartirani videosini tanishlarga yuborib qo'yishasiz. Esdan chiqmasin, ko'rishguncha.